Igris yoki Beru. Bu ikki soyani qaysi biri kuchliroq? Ikkala soyani ham ko'rib, darrov qaysi biri kuchliroq deb o'yladim. Va shu bois shu temada video chiqarishga qaror qildim. Aslida bu juda qiziqarli mavzu. Ko'rinishidan Beru undan ortiq S darajali ovchilarni va hatto Yaponiyadagi eng kuchli ovchini osongina mag'lub etgani uchun kuchli va dahshatli ko'rinadi. Ammo yo'q. Qisqa qilib aytganda, soyalarning haqiqiy va o'tmishdagi xo'jayini va monarxi O'zbirin o'zining eng yaxshi jangchisini, ya'ni Igrisni Jinwuni kuchaytirish uchun yuboradi va shu bilan birga Igrisning deyarli barcha kuchlarini muhrlab qo'yadi. Shunday qilib, Igrisning ozod qilingandan keyingi haqiqiy kuch shunchalik kattaki, u barcha Nation darajadagi ovchilarni va shu bilan birga Antaresdan tashqari har qanday monarxni osongina mag'lub eta oladi. Shuning uchun Igris butun soya armiyasidagi eng ko'p zarar ko'rsata oladigan jangchi.